Assalomu alaykum. Men Termiz ixtisoslashtirilgan san'at maktabi musiqa nazariyasi kafedrasi birinchi toifali o'qituvchisi Mirzayeva Komila Sheraliyevnaman. Men o'zbek maqom san'at tarix fanidan dars berib kelaman va dars jarayonida aqliy hujum metodidan kengroq foydalanaman. Hozir esa ushbu metodning samarali jihatlari haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. Aqliy hujum metodi ikkita bosqichda amalga oshiriladi. Og'zaki va yozma bosqichda. Men ko'proq og'zaki bosqichda amalga oshiraman. Ushbu metodning samarali jihatlari shundaki, ushbu metod dars jarayonida o'qituvchining maqsadiga qarab amalga oshiriladi. Aynan yangi mavzuning boshlanishida yoki yangi mavzu bilan o'tilgan mavzuni o'rtasida bog'lash hamda o'tilgan uyga vazifalarni so'rashda amalga oshiriladi. Ushbu metod o'quvchilarda erkin fikrini bayon eta olish, guruh bo'lib ishlash, bir-birini fikrini hurmat qilish hamda o'sha mavzuning, o'tilgan mavzuning g'oyasini ochishda va o'sha mavzuga qo'yilgan muammoni yechishda samarali natija beradi. Aynan ushbu metod o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida hamfikrlikni ham amalga oshiradi. Ushbu metoddan foydalanishni barchaga tavsiya qilaman.